Suvchi Abbos! Qayerdan olding? Noyob banklar uzun plastik kartasi bilan beriladi. Butun oilangiz bilan uzun plastik kartasini rasmiylashtiring. Uzun market va uzun bankda banklarni yig'ishga ulguring. Bu videoda biz haqiqiy Darknet saytiga kirib, qotil Clownlarni chaqirib ko'ramiz. Oy. Ha, sizlar noto'g'ri eshitmadinglar. Biz rostdan ham dahshatli Darknet saytiga kirib, u yerdan qotil Clownlardan birini chaqirib ko'rmoqchimiz. Chunki esingizda bo'lsa, bundan oldingi videolardan birida biz Darknet saytiga kirganimizdan keyin bizning do'stimizni o'g'irlab ketishgandi. Va endi esa bizning maqsadimiz yana shu Darknet saytiga qaytib kirib, o'zi aslida qotil Clownlar kimligini aniqlash va sardorni topish. Qani ko'ramiz, bu narsa bizning qo'limizdan keladimi, yo'qmi? Lekin to'g'risini aytsam, video umuman bizni kutmagan tarafga qarab ketdi. Ya'ni juda ham dahshatli va kutilmagan qo'rqinchli joylarga boy. Shuning uchun albatta like bosib qo'ying va Darknet ikkinchi qism video boshlandi. Do'stlar, men Mr. Beast bilan birgalikda video olishim mumkin, lekin buni bitta katta sharti bor. Va bu ham bo'lsa albatta sizlarni obunalar. Chunki mana obunachim qancha ko'p bo'lsa, Mr. Beast mani kirib biz videosiga chaqiradi. Mana tasavvur qilinglar o'zingizlar. Agarda mana 20 million obunachim bo'lsa, Mr. Beastga go collab deb yozsam, u nahotki yo'qdirdi. Chunki hali O'zbekistondagi eng auditoriya, uni bemalol o'zbek tilida kirib ko'rgan bo'lardi. Va shuning uchun ham do'stlar, hozirroq obuna bo'lish qanqasi pastda bosib qo'ying. Ya'ni pastda obuna bo'lish tugmasi turibdi, o'shani bosing. Oddiygina o'zbek YouTuber shu darajada prям odamlarni podдержкасini ko'tarib ketsinki, Mr. Beast bilan birga kelib video oladigan darajada. Va buni qilish unaqa fantastik narsa emas. Rostdan ham. Просто mana ko'rib turgan odamlar obuna bo'ladi, YouTube wow, qattiq munchak dedi, yana videoni rekka chiqaradi va qolganlar obuna bo'ladi. Va shunaqa qilib biz O'zbekiston qilishni ko'rsatamiz. Shuning uchun ham do'stlar, hozirroq obuna bo'ling. Biz 3 million obunaga qarab ketamiz. O'ylashim bo'yicha biz mana shu video bilan ham 3 million qilishimiz mumkin. Faqat bu uchun davayki. Bitta rekord qilaylik o'zimiz uchun ham 3 million qilaylik. Va men bu videoga 10 milliondan ko'p pulim ketdi. Va buni hammasi siz uchun. Shu uchun ham davayda do'stlar, bekorga pulni havoga uchirgan bo'lmang. Shu uchun ham hozir obuna bo'ling. Va endi bo'lmasam, sizlar mendan yarim yil davomida to'xtamasdan so'ragan Darknet videosini ikkinchi qismi tomosha qilaylik. Va do'stlar, esingizda bo'lsa, rovna yarim yil oldin biz bu videoni birinchi qismini chiqargandik va bu qism o'sha bizada 5 milliondan ortiq ko'rishga ega bo'ldi va bu safar ham xuddi mana shu sostav, ya'ni Maqsud va Gambit bilan birgalikda biz haqiqiy Darknet saytiga kirib, yana klon chaqiramiz. Chunki bizning maqsadimiz Qo'rqish va sardor topish. Chunki sardor haligacha biz bilan emas. Birinchi qismda men shu kimiyman boshqa qo'rqdim dedim. Rahmat chaqirganingiz uchun. Ishoning, bu safar hammasi jiddiyroq bo'ladi. Va nihoyat do'stlar, men o'sha notebook qarshidaman va biz mana shu dahshatli Darknet saytini ichidamiz. Yo'q, ovqat tanlayotganda menyu bor, priki. Va bu yerda alohida clowns, ya'ni masxarabozlar bo'limi bor va bu bo'limda shonuriylar, normalniy masxaraboz yo'q. Va davayt qarang mana, birin-ketin o'qib chiqamiz. Diqqat! O'yin boshlangandan keyin to'xtatish bizni qo'limizga o'tadi. Umid qilamanki, qattiq qo'rqmaysiz. Zo'r umid qilibsizlar. Rahmat sizlarga. Menimcha bu prosta bizdan qo'rqishimiz uchun topilgan va bu sayt yoki hammasi bu prosta qaysidir quest sayti va prosta bizdan qo'rqishmoqchi. Конечно. Qarang, men yerda har xil klonlar bor ekan o'zi ham. Bittasini qarang. Tralala, yoshi 27 da, bo'yi 186, natija 19 ta odam. Natija nima edi? Menimcha o'ldirgan odam bo'lsa kerak. Nima O'zbekiston odam ko'rsatmalar 9 yoshida sirkdan yo'qolib qolgan, 14 yoshida birinchi marta ruhiy kasalxonaga tushgan. Oqartirilgan klon niqobi bilan tunlari ko'chalarda paydo bo'ladi. No, easy deb turaylik. Hop, ikkinchisi Igor. Bu chista Igor bu hamcha rus bo'lsa kerak. Mana bunisi Goblin ekan, 26 yosh, 185, natija ma'lumot yo'q. Nimaga yuzi bilur buni? Shoshmang, men qiziqtirib qo'ydim. Hop, prosta ko'rsatmalarni o'qiymiz. 13 yoshida akasini g'oyib bo'lishiga gumon qilingan. O'shandan beri faqat klon kiyimida yuradi va odamlarni juda qattiq yomon ko'radi. Mana shunisi menga qiziqyapti. Balkim yo'q ma'lumotlarning ichiga kirarmiz biz ham. Ya, birinchidan biz so'ngga qolamiz, kutamiz. Ikkinchidan, bu faqatgina mana obunachilarga qiziqarli kontent va shuning uchun ham do'stlar, albatta like bosinglar. Chunki agarda sizlar bu videoga 66 mingta like yig'sanglar, balkim men bilmayman, agarda bu klondan uncha qo'rqmasa, ham klon chaqiramiz. Tirik qolsak. Bo'yi men bilan teng ekan chaqir. Siz bo'yingiz 185 misiz? Tanlaymi? Go da. Keyin qaytish bo'lmaydi. Qo'rqmaymiz, oddiy masxarabozlardan. No, давай, let's go. Siz tanladim. Xolos do'stlar, mamlakat paneliga o'tdi, bu yerda xuddi shu ma'lumotlar, telefon nomeri yozib qoldiring. Telefon nomerini yozsang, через IP adres keladi. Use force. Ya'ni men telefonim qayerda bo'lsa shuni topib keladimi? Unda. Yoningdami telefoning? Ha? Всё, GG. Nomerini yozasan, chaqirishim. Yo'q, stop. Shunda agarda mabodo men qayerdadir bo'lsam, bularni pulni ko'rsatib beradi. Yo'q, menimcha o'xshamaydigan narsa bu. Shu nomerini almashtiraverasan? Da. Bile. Hamma, давай, расскажи. Ну,
albatta sizlarga nomerimni ko'rsatmayman, chunki sizlar o'zinglar meni balkim topib kelib qiynab qo'yishingiz mumkin, shuning uchun ham. Va hammasini yozdim, bo'lmasa endi просто chaqirish knopkasini bossam bo'ldi. Tayyormisizlar? Давай. Lekin qaranglar, kesib men bilan birga turib berishlik kerak. Shu yerdamiz, все, qaqib ketamiz boshqa. Давай. Bo'ldi. 3 2 1 chaqirish. Bo'ldi. Bila, ya shoshmang. Shoshmang. Kim qildi? Maqsad sanmi? Yo, menimcha svit o'chdi. Bu chaqirish tugmasi svetga ulanganmiz. Ha, da, menimcha. Ya, shoshmanglar, ya sizlar qildinglar. Maqsad san qilding. Men rostdan san qildingmi? To'xtingchi men. Men rostdan qo'rqaman, bilet. Bo'l, 3 topaylik, bu yoqqa kelgin. Anaqa shitini topish kerak. Fanar ol. Jinni bu. Mana. Ha? Okey. Scam. Fake. Qo'sh. Boshqa bordir. Va bu qanaqa joy bu? Uchirchik yo'q. Shoshmang. Men qo'rqaman, bilet, men qo'rqib ketaman. Fanarlar, qani fanarlar. Bilet, bu yoqqa kelaylik, hop. Hozir по-любому 100% qanaqadir katta questni organizatsiyasi bizani qo'rqitmoqchi bo'lib yuribdi, ishoninglar. Seriyozno aytaman. Jamunchalik tezmasdir endi. Yoki svetda ehtimoli anaqa. Yo'q, qarang, biz oddiy odam emasmiz, bilet. Biz oddiy odam emas. Biz oldin tipa Dark Parkning ustidan kuldi yuramiz. Shuning uchun prosta shunaqa qotdi. Mana nima bu, bilet? Uchirchik yo'q, bilet. Telefon qilinglar, kimda dachana keldi? Telefon qilinglar. Men qiz agarda hozir rostdan ham kelsa, prosta ketdik, bo'ldi bu yoqqa ketdi, biratim. Yo'q hech bola. Omon prosta vahima qilyapti. Vahima qilish emas, bu qo'rqish bu, bilet. Bundan battar joylarda bo'lgansan, kulmay vahima qilasan. Yo'q, brat, bundan battar joylarda menga hech qanaqa qotil ugrajat qilmagan. Прикиньте, просто дача, все. И bunchalik tez bir nimani qilish, это нереально, да? Do'stlar, to'g'risi men juda ham qattiq qo'rqaman. Chunki o'sha Sardordan keyin yana mana bunaqa narsalar bo'lishi bo'li вообще не норм. Bilet, balo bormi deb o'ynashib? Qo'rqosanmi? Men ozgina cho'chyapman. Hozir hamma tarqalib ketyapti. Hozir rostdan kesilma qilamiz. Masalan, men bilet rostdan kesilib targil ko'rganman. Mana bunaqa eski kamera olganman, qaranglar mana. Bundoq qilaman. Va bu даже qop-qorong'i joyda ham suratga oladi, ko'rasizlar mana. Ночное видение. Ya'ni bu degani umuman qorong'i joyda ham men ularni ko'ra olaman. Mana, mashtagar kimdir bo'lsa, biz ularni 100% ko'ramiz. Lekin просто baribir qo'rqinchli-da, do'stlar, baribir qo'rqinchli. Tasavvur ham qila olmaysizlar. Masalan, maqsad yuzini qaranglar ko'rinishini. Kommentga omonxon vahima deb yozib qo'yamiz. Svet o'chdi, где-то shu 5-10 minutdan beri hali hech narsa bo'lgani yo'q. Svet keladi, maza qilib dam olamiz. Davayt undan ko'ra hammamiz bitta joyga yig'ilib o'tiramiz svit yonishni. Shunda hech narsadan qo'rqmaymiz-da. Vallahi вообще hazil yo'q. Hech narsadan qo'rqmaymiz. Hozir qo'rqyapman deb turibdi. Hozir birga o'tirsang qo'rqmaysanmi? Prosta sizlar vahimaga tushib qolmanglar debman-da. Men umuman vahimaga tushayotganim yo'q. Vahima men uchun begona. Yo'q kelgan. Bulut точно mana shundan prank qotdi do'stlar. Menimcha, shunday bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Bulut 100% mana shundan prank. Brat, prank qilsizlarmi? Qo'rqitmoqchimisizlar, real? Oldingizda o'tirib biz qanday prank qilamiz sizga? Dachani sizlarga almashgansizlar, shu uchun aytaman. Aytamizmi? Davaymi? Go aytamiz. Va biz chiroq yonishini salkam 15 minutcha kutdik. Lekin rangli svetlar yoqqa o'tiramiz shunaqa. Telefon qildingmi? Ko'tardim? Antenna bo'lmayapti. Telefon chiringlayapti, bilat. Kim bu? Bilat. Kim keldi? Randoyimiz ochadi eshikni mana. Bizani giroyimiz bor. O'zingiz cho'chimayotgandingiz, o'zingiz hech narsa. Qara, qo'rqqanga qo'sh ko'rinadi. Menga ko'rinyapti, borib ochib olishing kerak jigar. Yo'q, ochmasang nima bo'ladi? Bu jinnilikmi bu, bilat? Yo'q, qaysi biri qildinglar? Men qilganim yo'q. Yo'q, birga qildik-ku. O'zi qilib qo'yib, qaysi biri qildinglar deydi. Sizlar prank qilsizlar-da, bilat. Bu rostdan ishlash mumkin emas buni. Chiqinglar bo'lmasa, bilat. Eshikni ochmoqchiman. Bilat, maqsad. Biz hozir nima qilib qo'ydik? Hazillashib. To'xtang. Qo'rqdim. Aka. Bilat. Menimcha qanaqadir bo'lmish bo'lsa kerak. Ichi olgan. Qanaqa bo'lmish bo'lishi mumkin bunaqa payt? Jinnimisan? Kim u? Balkim ochmasmiz, a? Bizda shu variant ham bor. Ochmang, kerak emas. Yo'q. Oching? Yo'q, ochma. To'xta, men uzora borib olay. Qoch. Maqsad, o'sha tiringlar men borib ol deylik. Maqsad, sen och. Maqsad, davay. Qochib ketmanglar faqat. Ket, ochaman senga qilma. Lekin qochaman. Hech kim yo'q. Kim u? Shoshma. Kim u? Ashali. Kim u? Ya, kimni prank qildi? Hazillashmaymi, brat? Eshik op. Yo'q, bu qanaqadir quest bo'lmoqchi.
Do'stlar qanaqadir kirasanchi? Bu boyagi zakaz qilgan odamingmi? Bilgan dedi menga harakat. Do'stlar bu nima holatda bu? Brat kimsiz? Brat. Brat. Maqsad qaray. Yo'q, qaqa kirib ketdi ichkariga. Qaqa kirib ketadi u. Voy, bular kim buni topish qiyin bo'ladi. Qaqa kirib ketdi bular. No, okey, bo'ldi. Bitta narsa aytaymi? Qo'rqinchliroq. Ay, yana qanaqa o'qishimiz mumkin bundan? Yana sal qo'rqinchliroq. Boya uyda bitta o'zimiz edik, endi unday emas. Yo'q, qaqa kirib ketdi. O'zi uyi ichida. Shashin, men qo'rqaman. Ovoz eshitilyapti. Orqa qilib turmaylik, eshigiga uni. Ovoz eshitilyapti. Ovoz eshitilyapti do'stlar. Qayerdan? Bashda, bu yerda qanaqa podol bormi, Maqsud? Mana zina bor. Chiqarib yuborish kerak buni. Men qo'rqaman, bilet, ey. Uyga kirib oldim, mana. Podol bor ichkarida. Yig'layapti, nima qotdi? Shoshmang. Qo'ya qo'yingda. Bilet prokurorim aka, iltimos gapirmaylar, men qo'rqaman masaladan, bilet. To'xta, endi tortib ketsa-chi sizni. Qayoqqa tortadi, bilet bizning uyimizga kelaylik просто. Endi shu yerda qolamiz. Seni ko'rimiz bor. Endi shu yerda qolamiz. Nimadir mumkin bu? Maqsud nima bo'pti? Jo'qi qarang qo'lida. Nima qilamiz? Militsiya chaqiramizmi? Bu qanaqa militsiya bilan kim olib ketadi? Bu jinni olib ketadi. Tupой. Nima xohlasan buni? Bir Kim bu? do'stlar, qanaqadir kvass aktyormi bu? Qo'sh. Yo'q, bizani ko'rmasin, bizani ko'rib kirmoqchi bo'libdi. Kim? Bizani ko'rmas kirgisi kelmaydi, bilan. Endi nima qilamiz, bilan? Ну, давай просто qo'yib beraylik, что? Nimaga qo'yib beraylik, что bizani o'ldirsin. Ishingni ochamiz. Просто что дальше? Masaladan kichkinaman-da, meni himoya qilinglar. Kim men ham uylanmaganman. To'g'ri aytsam, biz 3 kishimiz, 3 ta katta bilet erkak bilan. Da. Pachamiz qilib boramiz nimadir qilib. Вот, mana mashina aytdim. Shuning uchun ham dayt kirgizdik, qani nima qiladi. Lekin to'g'ri aytsam, agarda bu meni urib qolsa, men qaytib borayman, qo'rqaman. Asosan, men Agarchi u seni ursa bor-ku, men seni okeyim bo'lib qochaman. Javob. hop eshik ochamizmi? Toshib taqilib yotibdi bilet. Kerak emas, ochib beragi kerak emas. Bilet, odammisan sen? Do you speak English? O'zbekcha gapiryapti bu. Ochamiz просто. Bizni chaqirganimizga keldimi, so'raychi? Nimaga kelding? Böyle şaşır. Общий язык topdik. Ana Google qilganga to'g'risini aytsam, kimdir bizdan ustida kulot. Menimcha. Конечно. Boshqa variant yo'q. Просто ochamiz. Давай. Ustimizdan kulayotgan bo'lsa, посмотрим. Qoching. Biz sendan qo'rqmaymiz. Hey. Nima xohlayapsan bizdan? Ye. Uy. Mana sen yaxshi gaplashmayapsan. Mana sen Тупой, sen hali shuni qo'yamsan, sen просто masikyor bilan qo'rqasan, tupой. Qoching. Eshikda. To'xtang, eshikni yoping. Kimsan bilan? Neresidan qochsam? Qamayli. Men telefonimda bo'yi polniy kameralari ulangan. Va hozir shu orqali bolani topaman. Chunki bitta o'zim qo'rqib ketaman, do'stlar. Men buni orqamdan qo'llagan mana shu qo'rqitordi meni. Albatta do'stlar, shuncha men qilishim albatta like bosib qo'yinglar. Chunki bunaqa video 66 ming like qarshiydi. Chunki 66 ming like va biz yana har xil darknetdan shunaqa ishlab ko'ramiz.
Oddiy bolamansiman dedi. Sasib yotibdi, bir keyin cho'milmagan. Nima unaqa omonlikani qo'lab yuribdi. To'xtang, borishimiz kerak omonlikiga. Menimcha yordam kerak. Yo'q, nariman. Ishi yopildi. Hozirdan ovoz chiqdi. Yo, nima kerak edi shu narsani chaqiribdi? Nima kerak edi o'zi Darknetga kirib? Men botdan chiqmayman jigar. Hozir nimadir qilib qo'ysa-chi omonlikiga. Nima taklif berasan? Okey. Usta hozir orqasidan borish kerak deb poylash kerak. Ketdikmi? Qarang, hozir biz buni chalg'itamizmi? Shunda omonlikka qochib ketishiga ham imkon bo'ladi. Chaqirib tursang, ammo keyin o'taveradi shu xonaga. To'xtang. Yo'q, bay. Всё. Qarang. Yoping eshikni. Yoping. Eshikni tez qiling. Men senga aytdim. Bitta joyda o'tirish kerak edi. O'lmasdan ammo. Endi omonaga yordam beradimi yo'q ko'rasa. Bu nihoyat o'rtoqlar mana oldindan ketdi va do'stlar bu uy kamerasiga men ulanganman. Mana hozir kiramiz. Koridorda. O do'stlar nimadir ketyapti? Yaqinroqdan qiq. Do'stlar meni daftarimga ketyapti. Yo, nima bu? Yo, qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Va agarda men mashinaga video qo'ygan bo'lsam, nimaga hech kim like bosish kerak emas. Shuning uchun nimaga hozirroq like bosib tashlaylik. Bunaqa videoga 66,000 like kerak. Chunki aynan men hozir o'zimni xuddi Rostakasim o'jizga tushib qolgan his qilaman. Va sizlarga shu hissiyotni berish uchun mana shu kontentni sizlar uchun so'nga qo'yaman. Va shuncha qilgan xarajatdan va shuncha joylarni arendaga qo'yganim uchun albatta like bosing. Va obuna bo'ling. Chunki men tezroq 3 million obunachiga erishmoqchiman. Moment esa menda kamera ham yo'q. Bilmayman nima qilish kerakligini. Va bo'lmay men tarafga qarab kelmaydi. Bilar, hamma yo'q qop-qorong'i, svet. Qanaqasiga svet o'chirishgan? Mana tashqarida ham svetli, qop-qorong'i do'stlar. Hamma ham do'stlar chiqaman. Esa-chi urushaman. Farqi yo'q menga. Pasta do'stlar. Bizning texnikalar lekin bolalar yo'q. Mana do'stlar, klon, mana chizgan daftarim. Nimalar chizib tashladi do'stlar mana daftarimga. Va men nimalar chizganini bilmayman, lekin hozir bola oldiga borishim kerak. Bola qayerga qarab qochdi. Mana do'stlar o'yinchoq. Bu qonmas-ku, bu menimcha qaranglar, bu kraska-ku bu, ha? Yo'q, qonmas. Eng qizig'i hozir agar biza chiqadigan bo'lsak, bizani ko'rdi deb yo'lga kirib ketganimizni eshitib, orqasida poylanib. Qanchacha taqillayapti-da, quloq tinch. Indamay shu yerda o'tirish kerak. Bola qatta, bilet, bola qatta. Bola qattasizlar. Yo, to'xting. Manyak boyagi bo'lsa-chi, klon bo'lsa-chi. Hanta qilgan o'zish. Ha, mana. Mana, qonningiz. Omon ovozda gapiryaptim. Yapsa bolashotdi, bolamiz katta. Eshik ochinglar. Ada, omon aka. Kiring. Qani gap? Sizlar birgamisizlar? Bilet, sizlar nima ishingni qonga o'tib tursan oldinga keldimi? Boya sani oldingdan chaqirmoqchi bo'lgan paytda bizani oldimizga keldi. Lekin bolalar realniy bu qanaqadir hazil emas bu. Yoki bu shu darajada professional aktyor yoki rostdan qanaqadir to'poy bir. Masalan, bo'lishi mumkin, jinnixonadan qochgan telba, tipa o'zini tipa haqiqatan manakman deb yurgan. Lekin bu mana bu Darknet saytiga qanaqa aloqasi bo'lishi mumkin? Yana bitta narsa bor. Sen ko'p shu narsaga aralashib yurganing uchun maybe menimcha hamma narsa tez bo'lib ketib qoldi. Yo'q, men to'g'risini realniy qo'rqman, vohimaqonman. Va mana shu videoni olayotganim bu shtub odamlar bilsa qanaqa realniy qo'rqinchasi olayotganini, tushunasizmi? Bu xuddi kinodek. Okey, mana nima qilamiz dalshi? Men bilmayman nima qilish kerak. Lekin qarang mana, vashita videochilar просто o'tirishga emas, chiqish kerak. O'ylashim bo'yicha. Agar chiqishimizni xohlasanglar, vallo like bosinglar. Shunaqa o'zimizni xavf-xatarga qo'yib nima qilardi-ya, bunaqa Darknetdan chaqirib. Videosini topganligi nima gapmi nima? Videoni ko'rib o'tiribmiz, bilay. Yo'q, eng qizig'i bu hali eng oddiysi mana chiqadi. Bundan boshqa ham chaqirishimiz mumkin. Va o'rtalar albatta mana shu klon chaqirishimiz xohlasanglar, albatta like bosinglar, chunki 66,000 like va Gamit aka bilasizmi nima qilmoqchiman? Chiqamiz. Birinchi bo'lib maqsad beradi. Da, конечно. Eng kuchligimiz. Faqat da.
Что-то ko'raman, do'stlar. Shoshmang, просто shoshmang, блядь, qo'rq. Bu bilan qo'rqdim. Nima yo'qdi? Tut! Yaqlashyapti. Adnan qo'ysish, bratan, qo'ysish. Da kerak emas. Блядь. Kelma. Do'stlar, bu vashi tupoy bu shoninglar. Rostdan ham jinni ekan bu. Yo, birinchidan u nima qildi? Xaldining ishida, ikkinchidan bu bizdan tortimiz yeb qo'ydi. Bilotgan bo'lsang bor, как будто ani qo'rqish o'yinlar sekin ko'tarilib ketayotganda edi. Yo, bu nima qotdi, qara. Bilin, qanaqadir ichak cho'g'larni yegandek. Ana endi nima? Mana buni qarang ustidan, to'qib tashadi. Bo'y chaplayverma buni. Nima qilay? Qachon bundoq tur, ani. Keling. Qo'y! Короче, ikkita plan bor. Bittasi to'pa hech qayerga chiqmasdan o'tirish. Yo'q, brat, men qo'rqaman. Men ancha qimmat narsalarim bor, bilan mosham turibdi ko'chada ekan. Moshdan nimadir tezroq pachashib ketaman men. Ikkinchisi, uchalamiz bittada boramizda, yiqitib qo'lini qayirib, ko'chaga olib chiqib tashlaymiz. Da shunaqa qilamiz. Meni mana shunaqangi tortlar bilan bejigan uchun govmi? Sen urasanmi? Da, men uraman. Iya. Boyachi ayda qo'shilganicha bilan. Shoshmanglar, qaranglar. Faqatgina mana shuni tashqi ko'rinishdan qo'rqaman xolos. Boshqa hech narsadan qo'rqmayman men. Shosman tashqi ko'rinishi bo'ladi-ku, takoy, просто takoy. Turibdi, men qo'rqaman bilan. Bu bashara bilan borku, keyingi harakati nimaligini ham bilib bo'lmaydi. Как psixik harakat qilyapti-da. Shuning uchun biz undan oldin harakat qilishimiz kerak. Как u bitta qadam oldinda bo'lsa, biz undan 3 qadam oldinda bo'lamiz. Aka, u umuman to'liq kuchini ishlatmayapti. Просто takoy bizdan ustimizga qo'yib. Shosman takoy, to'g'lan haydisa takoy, Qo'shaqyapti. Biz takoy, qochib yuribmiz. Давайте, блядь, чё? Shimiz, блядь. Nima ko'r? Yo'qol! Tegmasa. Yo'qol bo'tdan deymiz. Давай. Duqizdanmi? Yo'q, давай. Maqsud, birinchi son qo'lingni yuvaylik. Kamerani kimni ushlash kerak? So'nggi qilish kerakmi? Kel. Yo'qmi? Mana, yuv, tezroq yuv. Bo'ladi, xuddi qonmi bu. Nima bormi? Pastda. Qani? Eshiting, brat, bo'lib, все нормально. Hammasi yaxshi, qo'rqdik. Keta qoling, все, hammasi tugatamiz-da. Buni qarashini qarang, brat, men qo'rqaman. Brizkiga qo'rqmayman. Просто politsiya telefon qo'rqmayman. Svet o'chganiga antena yo'q. Mana qarang. Ochiq chiqsa pop yashab olamiz. Davay, chiqing jigar. Kel. Qayerga ketyapti? Yaxkil. Biz esa hozir balkondan ko'ramiz. Qarasan, mana. Bo'lib, все, ketyapti. Og'ir. Bilet, ustimizdan kulyapti bu, qani. Bu raqsda ham bir ma'no bor. Ustimizdan kulyapti, brat. Pachamiz chiqib tashlaymiz, tushib. Ko'chaga olib chiqib tashlaymiz. Ket. Bu alkash bilet. Bu qayerda ichib olgan odam menimcha. Davay, alamimizni olamiz undan. Просто randomni kirib qo'ygan odam bo'lsa. Yo'q, bu qanaqadir просто alkash bilet. Boydan ustimizdan kulyapti. Ichib olgan bu. O'ynashini qaranglar. Mana bu jirkanch bilet. Va albatta do'stlar, bunaqa kontent o'zbek YouTube'da umuman yo'q. Va aynan biz sizlarga shunaqa kontent qilayotganimiz uchun hozirroq like bosinglar. 66 ming like. Kalla qo'yasizlar. Chunki bizda qancha ko'p aktiv bo'lsa, biz dunyo tanigan YouTuberlar bilan birgalikda video qilib O'zbekistonni yana tanitishimiz mumkin. Chiqaraveramiz uni. Chiqing. Nima? Nimadir yozibdi-mi? Da boy daftarim olib chizib tashladi. Nima? Yo'q, nimadir qanaqadir simbolmi yo'q. Stop. Bu qanaqadir savollar bu. Shoshmanglar. Google yozinglar. 41.275.069.2030 gradus и oxirida Qanaqadir manzil chiqdi. Bu koordinata. Qanaqadir manzil chiqdi do'stlar. Eng qizig'i, bu nima bo'lishi mumkin? Bu nimaga bizga bu manzilni berdi? Bile, bu tishqoq bu nadir biladi, bu bizdan lo'qotdi. Ya keling, ismi nima? Esna chiqdi meni ham. Goblinmi desmi? Goblin, ha. Goblin, Darknetda Goblin o'zicha. Menyuda Goblinmidi? Qani u? Mashinani oldi. Pris, qoch, Maqsud, qoch. Kir. Tez bo'linglar. Do'stlar, endi biz просто xonaga kirishimiz kerak. O'sha просто. Oyog'im tikan. Keling. Oyog'ini tegidachi bir nimalar bor ekan. Do'stlar, bilmayman bu qanaqa joy lekin. Baqirib o'zimiz sotamiz. Kamera o'z chiqaraylik, xo'p? Yo'q, keling, yuribman. Eng qizig'i do'stlar, bu dachani qanaqa joyi? Biz hozir uyimizni o'zimiz haydar olamiz, tushunasizmi? Shunisi yoqmayapti. To'xtanglar, qanaqa qilib bu birinchi pastda paydo bo'lib, keyin ichkarida paydo bo'lib qolyapti. Do'stlar, biz hozir yana mana shu chiqish eshigini oldik va hozir просто uni topib chiqarib yuborishimiz kerak. Olmaydi. Gamitaga yaqinroq keling. Bu qayerdadir просто turibdi, tushunasizmi? Bu random nimani?
Qo'limga tegdi bulut. Bo'l, qoch, yuzini yopaylik. Bo'l, eshik qulandi. Bo'l. Yop. Все. Ehtiyoj bo'laylik, to'g'ri tushmaylar men bitta. U prosta bizani ko'ryapti-da, bizani qo'rqotganimizni mazza qilyapti. Ishonsizmi? Berish kerak emas bunga. Qanaqa bermaysan mana? Pastga chiqsin, tepaga chiqsin. Pastda nimani bermoqchi emassan? Kelinglar bu yoqqa. Mana shu yerdan hovli ko'rinadi bizga. Lekin hech kim yo'q. Uy. Ha? Mana. Voy bilat. Zo'rdi bu. Ey inson, nima xohlasan bizdan? Nima xohlasan? Shoshmay ko'rmaylik, bu yoqqa kelib ko'rmaylik. Ko'ziga ko'rmaylik, ko'ziga ko'ramiz, u bizani qidirib kelyapti, qo'rqityapti. Do'stlar, lekin hali quyosh chiqishiga hali 1 soat bor. 1 soat nima qilamiz hozir? Ey inson, nima xohlaysan? Ey, tinch qo'y bizani. Do'st topdi. O'rtoq bo'lmoqchisan bilan. Bu do'st bo'lmaydi bu. Lekin do'st deganidan, как будто bu o'zi qiynalyapti, deb o'zi xohlamasdan bu ish qilayotgandek ko'rinyapti menga. Xuddi kimdir bunga bu ish buyurgandek. U prosta ko'zini olgan. Nima desang, unaqa emasmi? Ya, menimcha bu rostdan biz bilan do'st bo'lmoqchi, prosta biza qo'rqib qochib yuribmiz-da bunda. Bu yovuzlar yaxshilik ko'rmagan insonlar degan gap bor-da. Balkim yaxshilik qilib ko'rarmiz. Kirgizaylik. Sen bilan o'rtoq bo'lmoqchidir balkim. Omon ochchi. Bulat, okey. Qochil, uzoq tur. Baqirma, bilat, iltimos, qo'rqamiz. Bu meni vobshe qo'rqityapti. Kimsan sen, ey? Kimsan? Qanaqa masxarabozmizda shunda klon? Voy, bilat, qoch, yaqinlashma. O tupoy. Do'stlar bunaqa qilmaydi. Shiq. Do'stlar bunaqa bo'lmaydi, bilat. Do'st suvga tarbordi-yu bu. Nima dedi bu? Nima qolyapti bu? Bilmayman. Qayerdan bilaman men? Do'st deydi, suvga tarboradi. Nima o'zi ichkariga kirgizdinglar buni? O'zi kirgizdi, ketib chiqoq. Do'stlik, yaxshilik. Yo, xo'p, qaranglar do'stlar. Hozir bu baqirib, "Men buni qilishim kerak emas edi" deb menimcha afsuslanib qochib ketdi. Aha. Lekin bu uydan hali chiqmadi. Uydan chiqarib yuboraylik. Prosta uni topishga chiqarib yuborish kerak, bilet. Men o'yinchog'ini qaranglar. Nima bu, bilet? Va mana bu tashlagan koordinatasiga 100 so'z borib ko'rish kerak, Gamitiki. Hop, seni fikringcha, u yerda nima bor? Nima bo'lsa ham birinchi o'rinda biz Sardor topishimiz kerak. Balkim Sardor shu yerdadir. Da, Sardor shu yerda bo'lishi mumkin va biz bilishimiz kerak. Mana shunaqa Darknetdagi klonlarni kim majburlayapti? Vashida kim bu jinnilarni yig'yapti? Ilonni boshi. Ilonni boshini topishimiz kerak. Va agarda ular oddiy odamlarni yoki bizning ustimizda shunaqa mazah qilib kulib, kerak bo'lsa ham yerda har xil Darknetdagi saytlarga kirib o'zi ham qo'rqitib yuradigan bo'lsa, biz ulardan qasos olib, ularni pachani chiqaramiz. Va shuning uchun ham do'stlar, albatta bu videoni davomini bo'lishni xohlasanglar va mana shu belgilangan joyga borishni xohlasanglar, albatta 66000 like yig'inglar va biz boramiz. Hozir prosta klon topib chiqaramiz. Davay. Da, Gamitiki, ikkalasini tepaga chiqinglar, men pastda turaman. To'g'risini aytsam, do'stlar, men umuman bu darajada bo'ladi deb o'ylamagan. Shaytonni. Bolalar! To'xtamisizlar? Demak, shunda masxaraboz kelganda, svit o'chgandi. Demak, hozir shunday. Demak ketdi. Do'stlar, hamyoq bardaga chiqib ketdi. Mana buni qara, to'rt qara. Mana bu eshiklarni qarang, kir qilib tashladi bu. Va do'stlar, Darknetdagi klon bizning ustimizda mana shunaqa kulgani uchun ham biz uni qas solib, pang'alab tashlashimiz kerak. Menga eng alam qilayotgani, ular bizani uyni kir qilib, ustimizdan kulib, bizani yerga urib, ham prosta ketib qoldimi? Mana suv gittar borda, mana bunaqa tortlar otib tashlabman. Mana buni qaranglar, qo'l yotibdi. Do'stlar, hamyoq setyapti, lekin klon qara. Kechiring. O'tolmadim. Чемодан qani? Чемодан. Do'stlar, menimcha u podolda bo'lish kerak. Chunki u birinchi yil podolga kirdi va podol o'ziga makon qo'ygandi. Iltimos, uyimizdan chiqib ket. Haqiqat rashim olgan olib kelgin. Просто чемодан? Qanaqa чемодан? Ichida narsa bormi? Aytgancha bu chemadan o'sha goblin olib kelgandik-ku. Goblin klon olib kelganda buni. Bolaga ko'rsingiz. Mana bu klon, mana bu chemadani bizga qoldirib ketibdi. Mana bu o'yinchog'i ham bor va mana bu qanaqadir koordinatalar ham bor bizda. Ichini ochib ko'rmading? Birishdan quflangan.
kaliti kerak. Hozir kaliti qanday ochiladi? Buni pichoq tiqib kesib ochsa bo'ladi, lekin ichidan o'g'irga hech kim bilmaydi. Qattiq agar ichida nimadir ochsangiz, la'natlangan narsa bo'lib turib keyin yana kesachi bo'ladi. Do'stlar, xullas men bilmayman nima qilish kerak, lekin men по-любому bugun emas, ya'ni qachon sizlarning ham vaqtingiz bo'lgan payti, birinchidan mana shu klon bizga yozib ketgan sirli koordinataga boramiz. Keyin esa mana chemodanni ochib, ichida nima borligini bilamiz. Ana endi bizga nima ish bor? Ana endi mana shu to'zib ketgan hamma yo'q bizni yig'ishtirishimiz kerak. Va shu bilan o'rtoqlar ko'rib turganlarda Darknet qismini ikkinchi qismi ham o'z yakuniga yetdi va bu qismda juda ham bizni kutmagan narsalar bo'ldi va sizga siz bugun faqatgina Maqsud qiynaldi. Lekin men juda qattiq qo'rqib ketdim. Anasi quvlaganda, ya'ni boshqa narsalar bo'lganda va umuman birinchi marta bildim. Haqiqatan ham teleba va maniak klon bo'lishi mumkinligini. Va albatta do'stlarim, shuncha arendaga oldik, xullas sizlar uchun shuncha harakat qildik va bu uchun siz hoziroq like bosing. Chunki 66,000 like va bu video keyingi qismi chiqadi. Va biz mana shu koordinata qo'yilgan joylarga boramiz. Kemadan ochib ko'ramiz va qani ko'ramiz. Bizning yangi bu serialimiz qanaqa davom etar ekan. Albatta kuzatib boringlar. O'sha boya aytgandek 66,000 like va bolalar ham shuncha harakat qilganga yarasha albatta ularni maqtab qo'yinglar. Sanda nima bo'ldi? Sanda nima bo'ldi bilmadim. Men ham katta adrenalin oldim. Maza qildim. Ham qo'rquv, ham xursandchilik bo'ldi menga nisbatan. 3-qismida menimcha men o'zim bo'laman va ilonni boshini. Stop do'stlar, xuddi shu payt sizlar bu videoning 3-qismida nima bo'lishini ko'rishingiz mumkin va tomosha qilinglar. Agarda videoni shu joygacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyaga klon deb yozib qoldiring. Qani ko'ramiz, kim videoni shu joygacha ko'rar ekan. Va mana bu yerda esa mana yana bir yangi videom. Hozir o'tib ko'ring. Keyingi videoda ko'rishguncha.